Abdullah Qosimiy degan bir shayx o'tgan. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo ajib bir imkoniyat berdi. Shu darajada bo'lganki, zamonamizning Ibn Taymiyasi deb nomlanadi. Islom va buddizm orasidagi jang degan kitob yozgan. Shu yozilgan kitobi hattoki o'sha Ka'bada imomlar maqtagan. Qasida qilib she'r yozganki, mana shu yozgan kitobi jannatdagi hurlarning mahri deydi. Hech qancha vaqt o'tmadi, u Allohni haqorat qilishni boshladi, murtad bo'lib, kofir bo'lib ketdi. Hali mana shu zamonda deydi, Alloh subhanahu va taoloni bu darajada haqorat qilgan odamni ko'rmadim deydi. Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu bir ne'matni bergandan keyin bu ne'matni doim qadriga yetishlik kerak bo'ladi. Chunki tarixga qaraydigan bo'lsak, qancha insonlar o'tdi, Alloh subhanahu va taolo ularni mana bu iymondan mahrum qildi. Bu ne'matni doim qadriga yetishlik kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi aslida Alloh subhanahu va taolo siz bilan menga o'zini tanitib qo'yishligi haqiqatda bir katta ne'mat. Mana bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning fazlidan boshqa narsa emas. Chunki tarixga qaraydigan bo'lsak, qancha insonlar o'tdi, Alloh subhanahu va taolo ularni mana bu iymondan mahrum qildi. Bu Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu bir ne'matni bergandan keyin bu ne'matni doim qadriga yetishlik kerak bo'ladi. Buni qadrlashlik nima bilan bo'ladi desa, shukr qilishlik bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik va ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik degan duolarini juda muhimligini zamonamizda yaqinda o'tgan bir voqelikda bilib olamiz. Abdullah Qosimiy degan bir shayx o'tgan. Allohu a'lam vafot etganiga bir 20 yil yo 30 yil. Abdurrahman Sa'di rahmatullohi alayhi ibn Sayyid rahmatullohi alayhi ustozlari bilan bir vaqtda bo'lgan. Ko'pchilik insonlar bu haqda xabari yo'q. Abdullah Qosimiy u kishi o'zi aslida Misrlik kishi bo'lgan. Keyin dadasi Saudiyaga ko'chib borganda Saudiyani Qosim degan joyda tug'ilganligi uchun Qosimiy deb nomlangan. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo ajib bir imkoniyat berdi. Shu darajada bo'lganki, zamonamizning Ibn Taymiyasi deb nomlanadi. Ya'ni Ibn Taymiyani ozgina bilishligimiz kerak bu maqtovni tushunishligimiz uchun. Misol uchun bugungi kunda iPhone 13 Pro Max desa hamma tushunyapti-ku. Va bu narsalarga insonlarda qiziqish bor. Uni qanaqa telefon ekanligini, nima xususiyatga ekanligini ko'pchilik bilyapti. Chunki reklama ko'p bo'lyapti. Ammo ulamolar haqida reklamalar oz bo'lganligi uchun ko'pchilik bilmaydi. Shayxul Islom ibn Taymiyya rahmatullohi alayh mujaddidul ummah hisoblanadi. Ummatni mujaddidlaridan. Hattoki shu darajada bo'lganki, u kishini xosmlari u kishiga dushmanlik qilgan kimsalar aytar ekanki o'zlarining shogirdlariga, Shayxul Islom ibn Taymiyya rahmatullohi alayh dushmanlariga qilgan iltifotni biz o'zimizni shogirdlarga qilsak, bir darajaga, fazilatga erishgan bo'lardik dedi. Shu darajada hattoki dushmanlari ham e'tirof qilgan kishi edi. Alloh subhanahu va taolo u kishiga juda ham ajib narsalarni berdi. O'zini o'sha bahs qilishlik, munozara qilishlik, aqida, falsafa, mantiq bo'lsin hammasida mag'lub bo'lmagan deydi. Abdullah Qosimiyni zamonamizda Ibn Taymiyasi deb aytgan. Shu darajada bo'lgan ekanki, birorta bir munoqashada mag'lub bo'lmagan ekan. U kishini yozgan kitobi As-Sura baynal Islam val Vataniyya degan kitob. Ya'ni islom va buddizm orasidagi jang degan kitob yozgan. Shu yozilgan kitobi hattoki o'sha Ka'bada imomlar maqtagan. Qasida qilib she'r yozganki, mana shu yozgan kitobi jannatdagi hurlarning mahri deydi. Haqiqatda kitob mashaalloh kitob yozgan. O'sha vaqtda islomni shu darajada himoya qilgan va ana shu himoya qilingan kitoblardan buni o'qigan odam xuddiki Shayxul Islom ibn Taymiyya yozgan kitobga o'xshaydi degan. Aytilgan narsalar kichkina narsalar emas. Aytayaptiki, ulamolar, juda ham ko'p ulamolar u kishini maqtab turib Ka'bada xutba qilayotgan o'rinda Ka'bada imom aytganki, mana bu kitobi, shu kitobni yozishlik bilan bo'ldi, bu odam jannatiy bo'ldi, jannatdagi hurlarning mahrini sotib oldi. Shu darajada islomga katta manfaat qildi degan. Hech qancha vaqt o'tmadi,
Alloh subhanahu va taologa isyon qilishni boshladi. Hattoki ulamolar aytadiki, u Allohni haqorat qilishni boshladi, murtad bo'lib, kofir bo'lib ketdi. Islom hali mana shu zamonda deydi. Alloh subhanahu va taoloni bu darajada haqorat qilgan odamni ko'rmadim deydi. Shayxlar, Allohni shu darajada haqorat qilgan odam ko'rmadim deydi. Keyin islomni yomonlaydigan kitoblarga yozib, hadihil aghlal, ular kishanlar degan kitob yozdi. Eng ajabli tarafi, Alloh subhanahu va taolo unga haqiqatda bir munozara qilishlikda ajib bir narsa bergan deydi. Kofir murtad bo'lib ketgandan keyin birorta bir munozarada mag'lub bo'lmagan deydi. Lekin biz mana bu duoni muhimligini aytamizki, Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik va ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ey qalblarni o'zgartirib qo'yuvchi zot, meni qalbimni islomda sobit qilgin. Ey qalblarni burib qo'yuvchi zot, meni qalbimda o'zingni toatingga burib qo'ygin. Qilayotgan ozgina amal bilan faxrlanishlikka haqqimiz bo'lmaydi. Bu insonlar haqida haqiqatda men undan keyin taqriban 10 dan oshiq shayxlarni eshitib chiqdim. Hammasi bir xil gapni gapiradi. Haqiqatda bu odam o'zini o vaqtida juda ham maqtalgan insonlardan bo'ladi. Alohida muhodaralar qilingan, alohida dars qilingan, bu insonning hayotini o'rganilib turib, nima sababdan murtad bo'lib ketdi? Nima sababdan kofir bo'lib ketdi? Ulamolar aksari aytadiki, birinchi to'g'ri Alloh subhanahu va taoloning irodasi, lekin bu insonda kibr bor edi deydi. Aksari mana shunga ittifoq, bu insonda kibr bor edi deydi. Xolislik yo'q edi deydi. Ya'ni inson Alloh subhanahu va taolo siz bilan menga haqiqatda bu narsani ne'mat qilib berdi. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Allohim bizni musulmon bo'lgan holatda o'ldirgin deb turib ko'p duo qilgan. Shu narsani inson doimiy ravishda qilib turishi kerak. Chunki islomga kirishlik la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan kalima bilan bo'lyapti. Va chiqib ketishlik ham kalima bilan bo'ladi. Sallallohu alayhi vasallam, Alloh afiyat bersin. Bu islomda sobitda qolishlik bu Alloh subhanahu va taoloning katta ne'mati. Mana shu sabotda qolishlik uchun nima qilishlik kerak deganda ulamolar aytadiki, mana shu iymonni shartlari bo'lgan amallarda davomiy bo'lishlik kerak. Shulardan eng katta amal doimo Alloh taologa bog'lanib duo qilib turish kerak deydi.